Bilasizmi, Fendi'ni mashhur qilgan Bagwetti sumkasini dizayneri emas, buxgalter tavsiya qilgan. Fendi oilaviy kompaniya bo'lgani uchun buxgalter ham oila a'zosi hisoblangan. Asoschi 5 opa-singil Fendilar moliyani o'z qo'llarida boshqarishgan. Keyinchalik brend kattalashgach, yangi maxfiy buxgalter olishgan va bu buxgalter 40 yil davomida barcha moliyaviy masalalarni sir saqlagan. Fendi'ning mashhur Bagwetti sumkasi buxgalterning tahlil natijasi hisoblanadi. Ular ko'ylaklar daromadi kamayib borayotganini ko'rib, aksessuar bo'limini ochishga qaror qilishgan va natijada Bagwetti sumkasi 1 yilda 1 millionta sotilgan. Har bir sumka tannarxi 4 bosqichdan o'tadi. Dizayn, material, ishlab chiqarish va buxgalteriya. Faqat buxgalter tasdiqlasagina ishlab chiqaruvga beriladi. Fendi'ning moliyaviy bo'limi Louis Vuitton Group nazoratida ishlaydi. Har bir xarajat Parijdagi markaziy buxgalteriya tomonidan tasdiqlanadi va bu juda qat'iy tizim hisoblanadi. Fendi'ning buxgalterlari brend ortidagi sokin kuch hisoblanishadi. Dizaynerlar podiumda, buxgalterlar esa Excel fayllarida imperiyani boshqarishadi. Buxgalterlar haqida eng qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda. Mana kuzatishda davom eting.